Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sana bitta obunachi qizimiz so'ragandilar. Mana shu fasonni modellashtirib berishimizni. Modellashtirishdan oldin biza bu fasonni analiz qilib olishimiz kerak. Verzi, oldi verzi uncha katta bo'lmagan, yelkalari spushenniy, yelkasi tushgan, mana qo'l bilagini tepasidan bir 10 cm pastga tushgan. Yenglari fonarik, ko'krakni tagidan bo'lgan. Skladka skladkasi qiyalashib yonboshga qarab ketgan. Endi hozir bu materialda ko'krakdagi vitichka ko'rinmayapti, lekin vitichka yon ko'krakda bo'lishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa modellashtirib olishgan bo'lishi ham mumkin. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bizga asosan kerak bo'ladi. Mana shu asosan bizani verzi uncha katta bo'lmaganda, taxminan 16-17 cm V-образный. Buni chizib olamiz. Bizning yelkamizdan pastga qarab 10 cm tushilgan. Shuning uchun mana bu joyga yopishtirib olamiz. Buni yelkani uchidan pastga qarab где-то u ham klientning xohishiga qarab 5-6-10 cm gacha pastga tushsa bo'ladi. Buni chizib olamiz. Endi bizda mana bu yerda bel chizig'imiz bor. Mana bu yerda bel chizig'imiz bor. Bizda skladka bor. Bizda mana bu ko'krakning uchi, ko'krakning uchidan где-то bir 4 cm pastga tushgan holatda chizib olamiz. Qolganini esa bel tarafga qarab qiyolatib chizib olsak bo'ladi. Mana buni xohlagancha, agar mana belgacha xohlasanglar, beldan sal 3-4 cm tepaga chiqayotgan bo'lsa ham, bu ham klientning xohishiga qarab bo'ladi. Shunaqa chizib oldik. Ko'ylagimizning tepa kaketkasini. Mana bu yerda bizda vitichka bor, chizib olamiz. Ko'krak vitichkasi. Endi biza ko'krak vitichkasini yo'fosagan bo'ladi. Agar mana bu yelkani tushirganimizda yopmasak ham bo'ladi. Mana bu qismdan tepadan pastga qarab bilak aylanasini o'lchab olamiz. Shu bilak aylanasini ikkiga bo'lib qo'yib olamiz. Masalan, 28 bo'layotgan bo'lsa, pastga qarab 14 bo'ladi. Mana shuni chizib olamiz pastga qarab. Endi mana shu 14 dan boshlab mana bu kaketkamiz tugallangan qismiga qarab mana shunaqa chizib olamiz. Birlashtirib olamiz. Endi buni kesib olamiz. Mana bu kaketkamiz tepa qismi, pastki qismini esa skladkamizning kengligiga qarab 3-4 cm tashlab qirqib olamiz. Mana buni nomerlab chiqamiz.
arasini 3-4 santimetr matoyingizni kengligiga qarab, skladkasini ko'p yoki kam bo'lishiga qarab, mana shunaqa holatda terib olamiz. Mana bizani bu yerda qopimiz tayyor. Mana shunaqa tarzda bichib olamiz. Ko'ylak tepa qismi bu. Endi ko'ylakga yeng qismini sizlar bilan olib ko'ramiz. Ko'ylakga yeng qismini ham mana bu bizada uzunligimiz 14 santimetr edi. Mana shu 14 santimetrga masalan 2 baravar yoki 2,5 baravar qancha mato sizlarda yetadi, shunga qarab uzun qilib olishlaringiz mumkin. Hozir men 23 santimetr qildim. Yengni uzunligini olamiz. Masalan, yengimiz uzunligi 20 santimetr. Siz o'zingiz klientingizni o'lchamini olasiz. Mana bu joyi buklovda. Ham mana bu yerida skladka bo'ladi. Yengimizni qirib olamiz. Mana bu yengimizni andazasi mana ham bu tarafda skladkasi bo'ladi, ham yengni tagida skladkasi bo'ladi. Mana bu skladkaga yig'ilganda mana bu yengni joyiga keladi. Bu tarafi yengni etagi.